Oysha onamiz oldiga keldi. Oysha onamiz bu ayolga 3 dona xurmo berdi. Hadiya qilib. Bu ayolning yonida 2 ta bolasi bor edi. Ikkala bolasiga 1 donadan xurmoni berdi, bittani o'ziga olib qoldi. Haligi ikkala farzandi xurmoni shuni yeb olishdi-da, qorni to'ymadi, och, onasiga qarashdi. O'ziga olib qo'ygan xurmoni o'rtasidan shunday bo'ldi-da, ikkalasiga yedirdi. Oysha onamiz bundan hayron bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga uzoq kirganida xabarini berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Oma yujibuki min zalik." Ha, buni nimasiga hayron bo'lasiz? Alloh taolo mana shu ikkala bolasiga bo'lgan qalbidagi rahmati tufayli bu ayolni rahmat qildi. Qalbida farzandiga nisbatan rahm shafqat borligi uchun Alloh bu ayolning gunohini kechirdi. Nima sababli? Farzandiga mehribonligi sababli. Demak, ota-onani o'zini farzandiga shafqatli bo'lishi, rahmatli bo'lishi, mehr ko'rsatishligi ulkan amallardan. Ha, otani ehtimol davlati ko'p pastur. Boy badavlat emasdir. Boshqalarga o'xshab sarf-xarajatni zo'r qilib bolalarini erkalata olmagandir. Ammo ularga mehr berishi mumkinmi shu kambag'al ota ham? Mehr ko'rsatishdan, ularga bir muhabbat ko'rsatishlikdan nima to'sadi? Qachon farzand ota-onaga yaxshilik qaytaradi? Qachon farzand ota-onalarga yaxshilik qiladi? Qachon ota-onasini birrida, xayriyatida turadi? Qachon solih farzand bo'ladi? Qachonki otalar o'zlari shu narsani ularga o'rgatsa, bolalarni teng ko'rishsa, mehr ko'rsatsa, o'zi solih ota-ona bo'lsa. Chunki daraxtning mevasi shu daraxtning ostiga tushadi. Rahimallohu validan aana ibnahu ala birrihi. Farzandi unga yaxshilik qilishiga yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin.